Tak. Efirimiz ham boshlandi. Assalomu alaykum barchaga qandaysizlar? Yaxshimisiz? Hozir konkurs bo'lib o'tadi. Telefonimizni ozgincha bezukka solib qo'yamiz. Hop. Bespokойся. Aha. Normal. Demak, konkursga hamma tayyormi? Like bosib yuboringlar. Men tayyorman deb gap yo'q. Tak, salom. Assalomu alaykum barchaga. Demak, barchaga omad. Qan ozgincha yig'ilishib qolsak, xudo xolsa konkursni boshlaymiz. Konkursdan o'zi barchaning xabari bormi? O'zi nima bo'layotganini hamma bilyaptimi? Tayyorman. Salom alaykum. Gap yo'q. Tayyor bo'lsangiz hozir boshlaymiz. Tayyor bo'lsak, like tugmachasini bosib qo'yamiz. Albatta konkurs Riza Show kanali hamda Mr. Aziko kanallari orasida o'tkazilmoqda. Konkurs shartlari shu ediki, Riza Show kanaliga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak hamda Mr. Aziko kanaliga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Riza Show'ni hozir ko'rsataman bitta videoni. Hozir. Riza Show kanalini mana shu videosiga kommentariya qoldirish kerak edi. Mana shu Putin aka turgancha. Mana shu videoga kommentariya qoldirgan bo'lish kerak edi. Mana shunga albatta kommentariya qolganlarga yutuq bor edi. U Riza Show kanalida efirlari orqali bo'lish kerak edi. Salom. Assalomu alaykum barchaga. Agarda kimda kim kirib bizni ko'rib o'tirayotgan bo'lsa, iltimos like tugmachasini bosib yuboringlar. Barchasi uchun kattakon rahmat oldindan. Tak, konkurs haqida eslatib o'taman yana bir bor. Riza Show kanaliga obuna bo'lib, mana shu hozir ko'rgan videoga kommentariya qoldirib, o'zingiz nomeringizni qoldirishingiz kerak edi. Misol uchun, omad yoki bir balolar deb yozib qoldirib, orqasidan telefon nomeringizni, ya'ni siz bilan bog'lanish mumkin bo'lgan libboy bitta sotsial tarmoqqa yozib qoldirishingiz kerak edi. Hozir misol uchun o'z fikrini bildirib yoki o'zi haqida danni bermagan yoki bo'lmasa telefon nomerini qoldirmagan yoki o'zi haqida qandaydir u bilan bog'lanish mumkin bo'lgan biror bir narsalarni qoldirmagan bo'lsa, обязательно biz to'xtamaymizda keyingi ishtirokchiga o'tamiz. Keyingi ishtirokchini saylash bo'lsin. Yana qancha like bosish kerak? Davay dalish like. Kim tayyor bo'lsa like tugmachasini bosinglar. Mana bizni pashti 50 ta odam ko'ryapti, 30 ta like. Bu nima degan gap biratlar? Nerdan siz aytib o'tsangiz, Xorazmdanman. Qanday o'ynaymiz? Konkursni g'olibini qanday topamiz? Konkursni g'olibini hozir biz topamiz. Mana bu YouTube'da shunaqa kanal bor. YouTube'da deyapman. Liza on Air degan. Liza on Air shu kanal orqali biz o'zimiz bu yo'lda avtomatik saylab beradi, ya'ni kommentariya yozgan, shunga o'xshagan boshqalarning hammasini qilib beradi. Demak, barcha tayyormi? Tayyor bo'lsanglar plus tugmachasini bosinglar. Albatta bilib qo'yaylik, bu o'zi ishtirok etayotganlar bormi? Biror kim kommentariya yozib, shu Riza Show kanaliga obuna bo'lganlar bormi? Bo'lsa plus bosib yuboringlar, bilaylik qancha odam bor ekan. Narina men Xorazmdanman. Neridan shu bemalol gaplashamiz, anaqa tugasa. Tayyor. Demak, hamma tayyor. Xudo xolasa, sizlarni yoki $20, ya'ni buni rublga o'rgirib tashab beramiz albatta kartangizga. Yoki sizda $20 yoki $50 yutish imkoniyati bor ayni damda. Yo, bu yerga nomer yozganingiz bir tiyin, Umarbek. Qattiqroq gapiring. Ovoz yaxshi emasmi? Ovoz normalmi? Yo'lbarschi ukamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana Riza Show kanalining admini ham shu yerda. Bizni kuzatishyapti. Tak, qorong'i tushmadimi, akam? Qorong'i yo'q, chunki bizda belgilovchi qashloq tezroq boshqatdan tushuntirib bering. Tak, tushuntirib bo'ldik shu paytgacha. Hammaga omad, albatta hammaga omad. Demak, tayyor bo'lsangizlar, bratlar, boshlaymiz. Albatta videoni ko'rib turganlar kommentariya yozib, konkretniy qilib, tak, like'larni bosib tashlaysizlar. Demak, mana shu videoni ko'rib turganlaringda bitta bosamiz videoga, videoni ochadi. Mana bu yerda ko'p odam kommentariya yozgan, mana nomerlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, nomer, Danila o'zlarining fikri. Albatta mana shu hammaga salom deydigan chiqsa, bu yutuq hisoblanmaydi. Mana bu omad Riza Show, mana orqasidan telefon nomerlarini yozganlar. Mana chiqsa agarda mana shu yutuq sohibi bo'ladilar albatta. Конечно. Mana bu yerda ham nomerlarni qoldirganlar. Ajoyib, mana shuncha kommentariya. Hozir shularning orasidan biz saylab olish uchun mana bu saytga murojaat qilamiz. Liza on Air.
mashqga, demak, mana buni kopirovat qilamiz. Silkani, boyagi videoning silkasini. Yo, adashib ketdi, uzrulloh. Tak. Uzr, adashib ketdi. Mana bu videoga o'tamiz. Qani, demak, barcha tayyormi? Mana aynan shu o'sha video. Layklari palonta, prosmotr mana bunaqa. Demak, efir paytida telefon qilganlar вообще yoqmaydi-da. Telefon ham qilishadi. Mana shu video, короче, mashina kopirovat qilib olamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, kopirovat, silkasini kopirovat qilib olamiz. И Riza Onair saytiga murojaat qilamizda, bu yoqda stoyt qilamiz. Demak, barcha tayyormi? Kim tayyor bo'lsa, like bosmagan bo'lsa, like bossa, biz ham tayyor. Eng birinchi tayyor. Gap yo'q. Eng birinchi bo'lib o'tadigani $20 uchun o'ynaladi. Misol uchun, kim hozir agarda shu qaysidir nomer yoki kimdir mana bu yerda kommentariyasi chiqsa, albatta o'sha $20 sohibi bo'ladilar. Uni rublga o'girib biz albatta kartalarga tashlaymiz inshaalloh. Yurakni boshlang. Mayli. Davay, dalish mana. Ukamma aytgan shundan boshladim. Demak, 1 2 3. Qani. Давай. Нужно ссылка видео и фото. Bu yerda xato ko'rsatdi. Или post. Bu yerga yana nimani tashlash kerak? Mana bu silkasini o'zimkan. Menimcha boshqacharoq edi. ID ne edi? Уже topildi. Hozir qayta urinib ko'ramiz. Bizda xatolik. Mana topdi, adashmasam. Tak, 1730 bitta prosmotr, 720 ta like, yo'q, adashdim, 720 ta kommentariya, 310 ta like ekan. Xo'p, hammasi to'g'ri. Adashmasam videoda ham shunaqa, mana 130 bitta 1730 bitta prosmotr. Sizlarga ko'rinyaptimi? Yo'qmi? Hozir fokus to'g'rilaydi-chi. Tak, 309 ta like, 12 ta dislike. 310 ta bo'ldi mana like. Demak, boshladik. 1 2 ketdi. Qani. Wow! Hamza Media Pro. Riza Show. Qani ko'rinyaptimi? Riza Show uz omad sizga. Mana nomerlarni yozib qoldiribdilar. Hamza Media, от души. Так, mashta bitta YouTube sovrindorlarini ochib qo'yamiz. Ular bilan zararni bog'lanamiz. Inshaalloh. Mana shu nomer. Xudo xolasa hozir efir tugagandan keyin telefon qilamiz. Hamza Media shu yerdami? Hamza Media. Bizni kuzatmayotgan bo'lsalar ham tabriklaymiz. Agarda shu yerda bo'lsalar ham tabriklaymiz. Ko'rinyapti-yu hech narsa. Endi uzr, menimcha adashmasam ko'pchilikka ko'rinyapti. Mana ko'rmaganlar uchun yana bir bor ko'rsatib o'taman. Hamza Media Pro. Tak, Riza Show uz. Omad sizga. Mana palon nomerlari. Demak, $20 bilan sizni tabriklaymiz. Endi $50 ga kim munosib? Kimning kommentariyasi $50 yutadi? Kim o'zini kommentariyasini $50 yutishini xohlaydi? Oddiy kommentariya yozasiz va $50 sizniki. Даже mana like ham bosgan ekanlar Hamza Media. Молодец, bratан, от души. Like'larga yasha bosdilar. Meniki yutsin, menda. Bo'ldi, like bosamiz va ikkinchi emas, birinchi yetishini aniqlaymiz. Like bosamiz. Like'larimiz soni 80 taga yetsa, ikkinchi kim g'olib bo'lganini albatta aniqlaymiz.
Aka qo'rqib bordingiz, yo'lbars kutyapti dedi. Qani kim $50 yutish xohlasa like bossin. Davay. 80 ta bo'ladi, bosamiz mana shu obnovliyat tugmasini bosamiz, yangilab beradi. Salom, qanaqa o'yin? Bu yerdagi o'yin mana yangi kelganlarga tushuntirib o'taman, shu like'lar to'planguncha. Riza Show kanalida shunaqa konkurs ketyapti. Bitta videolarga o'tib, like bosishingiz kerak edi. Like bosish kerak edi, kanalga obuna bo'lish kerak edi. Kommentariy yozib, o'zingizni nomeringiz bo'ladimi yoki siz bilan bog'lanish mumkin bo'lgan liboy bitta sotsial tarmoq orqali o'zingizni nomeringizni qoldirishingiz kerak edi. Keyin biz mashqdan mana obnoyit qilib, mana Hamza Media hozir $20 qo'lga kiritdilar. Xudo xolasa endi birinchi o'rin uchun video qilishimiz kerak. Ya'ni $50 kimga nasib qiladi. Shu yaxshi ketyaptimi konkurs? Konkurs вообще bomba ketyapti, xudo xolasa. Mana adashmasam, Hamza Pro juda ham xursand bo'lsa kerak, Hamza Media Pro. Hamma like bosib qolgan-ku. Yo'q, hamma like bosmaganda, mana endi 65 ta bo'libdi like. Davay bratlar. Qo'llab-quvvatlaymiz like'lar bilan. Sizlardan hech nima ketmaydi. 80 ta like, yana 13 ta like qoldi mana. 13 ta like'dan keyin birinchi o'rin kimga nasib qilganini albatta sizlar bilan kuzatamiz. Albatta bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz uchun xursandman, aka. Gap yo'q. Mana 74 ta, yana 6 ta like qoldi. 6 ta like, bitta obnovlение и всё. Like bosinglar. Omad hammaga. Qani 77, 80 ta bo'lishi bilan aytmasdan bosib o'raman. 78 $50 ham chiqadimi? Ha, hozir mana shu ayni damda mana shu bitta obnovliyatni bossak, obnovit qilganda o'sha kim yutgani chiqadi. 80 ta. 1, 2, 3 ketdi. Barchaga omad. Chiqmadi-yu. Mana. Tak. Ma'lumot. Bu yerda kimdir chiqdi? Sardor Abdurahmonov. Vladimir Vladimirovich Putin juda kuchli siyosatchi. Tak, endi buni qayerdan bilamiz? Oxirigacha ochmaydi-yu bu. O'ziga kerakli ma'lumotlarni davay mashqdan qarab ko'ramiz. Mashq birat yutgan bo'lsalar, agarda hozir o'tkazib yubormaylik, balkim to'liq yozgandirlar. Bitta ko'rishimiz kerak. Qani bu qachon yozilgan ekan? Qachon yozilganini ko'rsatyaptimi? Tak. 6/11/2018. 6/11/2018. 6-chisloda yozgan ekanlar. Albatta buni ko'raylik. Hozir o'tkazib yuborsak, bu odamning ishi bo'lmaydi. Tak. 6/11/18. Yo'q, 6-oyi 11, aha, to'g'ri. 11-chislosida. 11-chislosi 11. 11-chislo. Tak. Buni hozir o'tkazib yuborsak, bu odamning ishi bo'lmas, to'g'risi. Shuning uchun yaxshilab ko'raylik, iloji boricha. Ozgincha shoshmay turamiz. Balkim bular danlilarni qoldirmagan bo'lsalar, g'olib emaslar. Agarda telefon nomerlarini qoldirgan bo'lsalar, biz xursandmiz. Tak, qaysi kun edi? 11-chislo. Bu bo'ladi. Tak, ko'ramiz. Ismlari Sardor Abdurahmonov. Buni hozir o'tkazib yuborsak, to'g'risi odamning ishi bo'lmasdi. Shuning uchun ozgincha sabr qilamiz va kuzatamiz. Mo'sh Sardorbek g'olib bo'lgandirlar. Tabriklaymiz. Mo'sh g'olib bo'lmagandirlar. Uzrimizni so'raymiz. Chunki umid berib yozganlar, umid qilib. Sardorbek qanisi? Sardorbek. To'liq danlilarni naryoqda ochmas ekanda. Shuning uchun bu yerdan qidirishga majburmiz. Tak.
Tak. Yo'q ekan bo'ldi emas, bratlar. Ko'raylik, yaxshilab agarda nomerlarni yozmagan bo'lsalar, bu yerda to'liq ochmadi-yu, lekin ma'lumotni ko'p yozib yuboribdilar-da, bratimiz. Qaranglar, ayamasdan hammaga Rizashov hammaga yurakchalarni padarga qilib tashlagan ekanlar. Qancha kommentariya bo'ldi bu? Yuraklar siqilib ketdi-yu. Yo'lbars TV. Yo'lbars TV ham yuribdi. Hamza Media Pro. Mana boya yozgan bratimiz. Boya g'olib bo'lganlar. Tak, hamma ko'ryaptimi? Tak. Hamza Media tabriklaymiz yana bir bor, brat. $20, ya'ni rublga o'girsak, adashmasam, siz 1200 rublga ega bo'ldingiz. Sardor Abdurahmonov. Vladimir Vladimirovich Putin juda kuchli siyosatchi. Bu yerda hozir topdi u brat, lekin boshqa tekstlar. Admin dislike, yana bir tak. U brat ikkita kommentariya qoldiribdilar. Mana. Dalshi. Juda kuchli siyosatchi. Esir davridagi KGB, tak, Esir davridagi KGB, tak, normal, hammasi to'g'ri. Agarda mana dalshi dalshini bosganimizda agarda Sardor brat danlilarni yozgan bo'lsalar, telefon nomeri yozilgan bo'lsa, Mash akamiz yutadilar. Agarda danlilar yozilmagan bo'lsa, yana bir bor o'yinni davom ettirishga biz majburmiz. Qani, kim nima deb o'ylaydi? Yo'q nomeri. Siz qayerdan bilasiz? Men endi ko'ryapman. Молодец. Давай. 1, 2, 3 barcha tayyormi? Bosdim. Wow! Молодцы. Красавчик. Yozgan ekanlar mana nomerlarni. +9 Istanbul. Sardor Istanbul. Gap yo'q, danlarni to'liq yozibdilar. Albatta siz bilan ham xudo xolasa bog'lanamiz hozir efirdan keyin. Sizni ham tabriklaymiz. O'yin juda ham menimcha hayajonlarga boy bo'ldi. Mana Sardor Istanbul yozib qo'ydik. Tak, Hamza Media $20. Sardorbek esa $50. Albatta bu bratlar bilan bitta gaplashib Nargiza Andarova, yo tabriklaylar. Bu o'yinlar hali xudo xolasa endi boshlanishi. Bunga ko'pchilik ishonmayapti. Sen ham aldiysan, mashinniksan. Mana mash bratlarga agarda xudo xolasa harakat qilamiz, shu kartalarga pul solganimizni efir qilib, video qilib olib chiqishlar. Endi efir bo'lmasa ham Hormanglar, nima gaplar, tinchlik. Efir qilmasak ham shuni video qilib, shu pulni perevod qilganlarimizni ular o'zlari gaplashib, shu nomerlar bilan gaplashganimizni sizlarga xudo xolasa inshaalloh video qilib ko'rsatamiz. Video bo'lib, sizlarga bitta отчет bo'ladi. Rizashov kanalda hamda Mr. Aziko kanallaridan yiroqlashmanglar, xudo xolasa bu o'yinlarni albatta boshlanishi. Siz video sizga yoqqan bo'lsa, shunaqa konkurslar tez bo'lishini xohlasangiz, nomerlarni qarab zvonib qilib so'rab ko'rsangizlar, ishonmaganlar. Bemalol mana nomerlari, danlilari. Mashlar bilan bemalol bog'lanib gaplashishinglar mumkin. Agar ishonmayotganlar bo'lsa, lekin bizda aldash yo'q. Xudo xolasa mana Rizashov kanali ham yozyaptilar tinmasdan, o'zlari ham shu yerda kuzatib o'tiribdi. Demak, barchaga xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizdan yiroqlashmanglar. Agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosinglar. Konkurslar tez ko'p bo'lishini xohlasangizlar ham like tugmasini bosib qoldiringlar. Demak, tak, kamerani o'zimga o'giray. Sizlarga bugungi videomiz manzur kelgan bo'lsa, juda ham xursandman. Mr. Aziko qo'ldan aldash kelmaydi. To'ppa-to'g'ri mana Mansurbek ukamiz ham shu yerda. Biz hech kimni aldamaymiz. Aldash niyatimiz ham yo'q. Bundan bizga naf ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Prosta sizlarga qiziq bo'lsin deb qilyapmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Instagramga ham o'tib obuna bo'linglar. Instagram manzil esa mrraziko.1. mraziko.1. Azik kim yutdi? Tak, mana takrorlab o'tamiz. Hamza Media $20 sohibiga aylandilar.
$50 esa Sardor Brat yutdilar. Istanbulda ekanlar. Mana plus 905, 550, 777, 74, 7 shunaqami. Aziko bilan Riza Show. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Barchasi uchun kattakon rahmat. Like tugmachasini bosing. Demak, biz bilan homiylikda ishlayotgan Riza Show kanaliga ham o'z shaxsiy minnatdorchiligimni ham bildiraman. Obunachilar nomidan ham minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bizdan yiroqlashmang. Albatta Riza Show kanaliga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Daha gaplashamiz. Xudo xolisa bugun video chiqadi aytgancha. Ko'rishni unutmang. Kanalga ham obuna bo'ling bo'lmagan bo'lsangiz.